Hop, Bismillahirrahmanirrahim. Kafiye 52. ders. Asmaul adatda davomi, adat ismlar, ya'ni sonlarda davomi. Bugun endi sanoq sonlarda davomi, keyin tartib sonlarda ham o'tamiz inshaalloh. Hop. Va mumayyazu as-salasati ilal asharati shu har xil keladi. asharatun. مخفوض مجموع لفظا أو معنى إلا في 300 إلى 900 وكان قياسها مئات أو مئين. خب 3dan 10gacha bo'lganlarda tamyizi nima bo'ladi? Jam bo'ladi, jar bo'ladi. Jam, jar bo'ladi. 3dan 10gacha bo'lganlarda u muzofi ilayh bo'lardi. Endi u jam bo'lishi lafzan jam bo'lishi mumkin. Mana misol uchun salasatu tullobin, salasu tolibatin bo'lib, va bu 3dan 10gacha bo'lgandiki tamyizi nimaga muzakkar muannaslikda songa xilof bo'ladi. Son muannas kelsa, u o'sha tamyizi muzakkar keladi, son muzakkar kelsa tamyizi muannas keladi deydiga. Mana salasatu tullobin, salasatu muannas, tullobin muzakkar, salasu muzakkar, tolibatin muannas bo'lib kelyapti. Endi bu yerda jam lafzan jam bo'lib kelyapti. Tullobun, tolibatun bo'lib jam lafzan jam. Endi ma'nan jam bo'lishi ham mumkin. Masalan, tis'atu rohtin. Rohtun bu endi jam emas, bu mufrat. Lekin ma'nosi jam, jamoa degani. Ya'ni ar-rohtu degani shu 3tadan 10tagacha, 10tadan 10tagacha, 10tadan pastroq odamlarni ar-rohtu deyiladi-da, bu jam. O'z-o'zidan ma'noda jam. Lafzda jam bo'lmasa ham ma'noda jam. Endi salasi miatindan tisi miatinga miatunni jam bilan aytmaymiz. O'zi asli qoida bo'yicha miatun, salasi miatin bo'lish kerak yoki salasati miina bo'lish kerak. Lekin shunaqa bo'lmas ekan, bu shu miatunni jam bilan aytilmas ekan. Faqat miatin qilib aytilar ekan, salasi miatindan tisi miatindagacha. Faqat shu so'zda xolos. Endi va mumayyazu 11 ila 99. Xo'p, 11 11dan 99gacha bo'lgani mansubun mufradun. Mansub mufrad bo'ladi. Ya'ni tamyiz bo'ladi. Mufrad mansub bo'ladi, tamyiz bo'ladi 11dan 99gacha. Va 18 toliban, 18 tolibatan, to'g'rimi? 21 toliban, 22 tolibatan bo'lib shunaqa bo'laveradi. Endi o'sha 21 22silar 31 32 41 42larda mos kelaveradi. Muzakkariga muannas, muannasga muzakkar to'g'ri kelaveradi. Lekin nimalardachi 3dan 10gacha yoki 13dan 19gacha, 23dan 29gachalarda son muannas kelsa, mumayyazi tamyizi muzakkari keladi yoki teskarisi. Son muzakkari kelsa, tamyizi muannas kelaveradi. Xo'p, endi va mumayyazu mi'atin va alfin va tasniyatihima va jam'ihi mahfudun mufradun. Endi 100ni, 1000ni va har ikkalasini tasniyasini va faqat 1000ni jamini tamyizi nima bo'ladi? Mufrad jar bo'ladi. Bu ham o'sha muzofini ilayh bo'ladi. Mufrad majrur, mudofini ilayh bo'ladi. 1000niki, 100niki va ular tasniyasini jaminiki. Mana mi'atu tolibin deymiz yoki mi'ata tolibatin deymiz. Mana tasniya qilib aytadigan bo'lsa, alfu tolibin yo alfa tolibatin deymiz tasniya qilib. Endi jam qilayotgan paytimizda jam'ihi deb mufrad keltiryapti. Jam'ihi ma demayapti. Nimaga desa, chunki salasu mi'atin mi'ati rajulin deyish, masalan, mi'ati qilib shuni jam qilish mumkin emas. Yuqorida o'tdik, salasu mi'atindan 900gacha faqat mufrad keladi. Mi'atun mi'atin qilmaydi. Lekin 1000niki bo'laveradi. Mana salasatu alafi rajulin,
deb aytsak bo'laveradi. Ya'ni olof deb uni jam qilish mumkin. Mi'ani jam qilish mumkin emas. Xo'p. endi va iza kana al-ma'dudu muannasan wal lafzu muzakkaran aw bil aksi favajhani. Endi agar o'sha sanalayotgan narsa muannas bo'lsa, lafzi muzakkar bo'lsa yoki teskarisi o'zi muzakkar bo'lsa-yu lafzi muannas bo'lsa, unda ikki vaj joiz bo'ladi. Har ikkalasi durust bo'laveradi. Mana misol uchun indi salasu ashxosin minan nisa'i deyapsiz. Va shu yerda ashxos muzakkar, to'g'rimi? Salas muzakkar. Endi bu muzakkarga muannas kelish kerak. Bu yerda an-nisa muannas kelib qolaveradi. Tushunarli bo'ldimi? An-nisaga moslaysizda muzakkarga muannas qilib keltira olasiz. Ayni paytda indi salasatu ashxosin minan nisa deysiz ham bo'laveradi. Nimaga salasatu bu yerda muannasku, ashxos muzakkar. An-nisa muannasku, muannasga muannas bo'lmaydi-ku. 3 ta o'rniga muannasga muzakkar bo'lish kerak-ku desa, bu yerda ashxosga moslayapsiz. Ashxosga moslab turib muannas keltirsangiz ham bo'laveradi, nisoga moslab turib muzakkar keltirsangiz ham bo'laveradi. Tushunarli bo'ldimi? Yoki uni teskarisi indi salasatu nufusi minar rijali. Mana shu yerda rijol muzakkar. Shuning uchun salasatuni muannas qilib keltira olamiz. To'g'rimi? Rijolga moslayapmiz-da. Biri muzakkar, bizni muannas bo'lishligi kerak etdik-ku. Endi ayni paytda indi salasu nufusi minar rijali desang ham bo'laveradi. Nufus muannas. Shunga moslab turib salasni endi muzakkar keltirsak ham bo'laveradi. Demak, nufusga moslab muzakkar keltirsak ham bo'laveradi, rijolga moslab turib muannas keltirsak ham bo'laveradi. Har ikkalasi bor. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi wala yumayyaz wahidun va isnani istighna'an bi lafzi tamyiz anhuma misl rajulun va rajulani li ifadati an-nafs al-maqsud bil adadi. Endi bir bilan ikkini tamyizi bo'lmaydi. Nimaga desa, ulardan o'sha tamyiz lafzi behojat. Chunki o'zi shundoq ham tushunilib turibdi. Rajulun desa bitta kishi, rajulani ikkita kishi. Nimaga u behojat? Chunki o'sha adaddan maqsad qilingan gap shu yerda ifoda qilinyapti-da, ifoda qilinyapti-da. O'sha ibodat qilinayotganligi uchun bu yerda tamyiz unga kerak bo'lmaydi. Xo'p, va taqulu fil mufradi min al mutaaddid bi i'tibari tasyirihi as-sani was-saniyatu ila al-ashiru wal-ashiratu la ghayru. Xo'p, endi siz mufradda shu sanalayotgan narsani mufradida bi'tibari tasyirihi uni o'sha aylantirayotganligi e'tibori bilan, mana shu tasir so'ziga e'tibor berib qolamiz. Aylantirayotganligi e'tibori bilan as-sani al-avvaldan boshlamayapti, chunki u birni ikkiga aylantirish mumkin, lekin birni qanaqa qilib aylantirasiz? Shu bilan as-sani, as-saniyatu, al-ashiru, al-ashiratu desangiz bo'laveradi. Mana robi'u salasatin desangiz, misol uchun 3 ni 4 ga aylantiruvchisi, 3 dan 4 ta qilib qo'yuvchisi deganida. Yoki salisu isnayni desangiz, 2 dan 3 ta qilib qo'yuvchisi deganda, 2 dan 3 ga aylantiruvchisi degan. Shunaqa deb aytsangiz bo'laveradi. Bu endi aylantirish e'tibori bilan, ya'ni bittaga ko'paytirish e'tibori bilan. Lekin va bi'tibari halihi, endi holatini, shunchaki holatini aytib qo'yish e'tibor bilanchi. Unda al-avvalu, as-sani, al-ula, as-saniyatu, al-ashiru, al-ashiratu to'rasiz. Va endi bu 11 dan boshlab ham al-hadiya ashara, al-hadiya ashara, al-hadiyata asharata, was-saniya ashara, was-saniyata asharata va at-tasi'a ashara, at-tasi'ata asharagacha aytorasiz. Bu bo'laveradi endi bu yerda. Ana e'tibor qilsanglar, ad-darsul avvalu deymiz, ad-darsul tasi'u deymiz, keyin ad-darsul robi'a ashara deymiz. Ar-robi'u bo'lmaydi, robi'a ashara bo'ladi. Shu yerga e'tibor berib qo'yinglar. Chunki bu mabni, ar-robi'a ashara kelasi ham fathaga mabni. Mana gohida aytishadi fil qarni tasi'i ashara deb, qarni kasra bo'lgani uchun tasi'i ashara deb gapirib qo'yishadi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Bu mumkin emas. Bu to'g'ri kelmaydi.
Bunda albatta fil qarni tasi'a ashara deymiz, chunki bu mabni bo'lgandan keyin ikkalasi ham fathaga bino qilingan, shuning uchun tasi'a ashara deb aytish kerak bo'ladi. Shu yeriga e'tibor berib qo'yasizlar. ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين أي مصيرهما ثلاثة من ثلاثتهما ده. Yani ikitaning uchinchisi yoki ikkitani uchtaga aylantiruvchisi yoki robi'u salasatin uchdan to'rttaga aylantiruvchisi deb aytsangiz bo'laveradi. Ya'ni musayyiruhuma salasatan uchtaga aylantiruvchisi, u ikkitani uchtaga aylantiruvchisi degani. Bu xuddi min salastuhuma, u ikkitani uchtaga aylantirdim degandek nimadan-da, fe'ldan-da. Tushunarli bo'ldimi? Demak, shunaqa desak bo'laveradi. Yo xomisu arbaatin desak bo'laveradi. Endi bu yerda bitta narsani bilib qo'yinglarki, o'zidan bitta kam songa izofa qilinadi. Musayyiruhuma e'tibori bilan, ya'ni aylantiruvchisi e'tibori bilan, musayyir aylantiruvchilik e'tibori bilan o'zidan bitta kam songa izofa qilinadi. Mana 4 ni 5 ga aylantirish mumkin, 3 ni 4 ga aylantirish mumkin. O'zidan ikkita kam songa ham yo o'zidan yuqori songa ham yoki o'zi bilan teng songa ham izofa qilinmaydi. 3 ni 3 ga aylantira olmaydi yoki bo'lmasam 2 ni 4 ga aylantira olmaydi. Albatta o'zidan bittagina son kamga izofa qilinishi kerak bo'ladi. Shunda 4 ni 5 ga aylantiruvchisi, 3 ni 4 ga aylantiruvchisi bo'lishligi mumkin. Shu robi'unda, ya'ni 4 ga aylantiruvchi degan ma'noda qo'llaydigan bo'lsak. Endi vafissoni ikkinchisi shu holati e'tibori bilan bo'lsa-chi, unda bemalol salisu salasatin deyishingiz mumkin. Ya'ni 3 tani uchinchisi desangiz bo'laveradi. Ya'ni o'shini bittasi deganda, ay ahaduhada o'sha 3 tani bittasi deganida. Mana misol uchun salisu salasatin deyishingiz mumkin. Salisu arbaatin yoki mi'atin desangiz ham bo'laveradi. Robi'u arbaatin yoki alfin desangiz ham bo'laveradi. Ya'ni 4 tani to'rtinchisi yoki 1000 tani to'rtinchisi desangiz ham bo'laveradi endi. U orqali 4-chi holatni o'zini aytyapti, xolos. Lekin bu yerda xomisu arbaatin desangiz bo'lmaydi. Chunki u aylantiruvchisi bo'lib qoladi. Bunday qilishlik durust bo'lmaydi bu yerda. Holati e'tibori bilan bunaqa deyilmaydi. Aylantiruvchisiligi e'tibori bilan birinchisidan e'tibori bilan aytilaveradi. Lekin ikkinchisi e'tibori bilan bunaqa deyilmaydi. Ya'ni bu yo o'zi bilan teng yoki o'zidan katta songa izofa qilinadi. Hech qachon 3 tani to'rtinchisi deyilmaydi. O'zi 3 ta bo'lsa qanaqa qilib u 4-chi bo'lishi mumkin? Bu holati e'tibori bilan-da. Yo 4 tani to'rtinchisi deysiz yoki 5 tani, 10 tani, 1000 tani to'rtinchisi deb aytasiz. Endi va taqulu hadi ashara hadi ashara. Shunaqa desangiz ham bo'laveradi. Mana 11 tani 11-chisi desangiz ham bo'laveradi. Alassani xossatan. Bu endi xossatan ikkinchiga binoan, ya'ni holati e'tibori bilan, aylantiruvchisi ekanligi e'tibori bilan emas, aylantirishi e'tibori bilan emas, holati e'tibori bilan 11 ni 11-chisi deb aytsangiz bo'laveradi. Endi agar xohlasangiz hadi ahada ashara desangiz ham bo'laveradi. Shunda ham 11 ni 11-chisi deyveramiz. Matta hodi asharoni aytib o'tirmasdan shu asharoni hazf qilib turib aytsangiz ham bo'laveradi. Tosi'i tis'ata ashara desangiz ham bo'laveradi. Ya'ni o'zi aslida tosi'a ashara tis'ata ashara edi-yu. Ashuni endi asharoni olib tashlab turib aytsangiz ham bo'laveradi. Unda nima qilasiz? Fatu'ribul juz'al avvala. Mana shu tosi'a yo hodi deganlarni unda mo'rab qilib qo'yasiz. Mabni bo'lmay qoladi. Nimaga? Chunki u endi nima bo'lmayapti-da, murakkab bo'lmayapti-da. U murakkab bo'lgan paytda mabni bo'lar edi. Endi murakkab emas-ku, yolg'iz o'zi qoldi-ku. Shuning uchun buni mo'rab qilasiz. Masalan, aytasiz: "Ja'ani tasi'u tis'ata ashara." Ya'ni 19 ni 19-chisi meni oldimga keldi. 19-chisi meni oldimga keldi degani bo'ladi. Ra'aytu tasi'a tis'ata ashara. O'sha 19 ni 19-chisini ko'rdim deb aytgan bo'lasiz. Yo marartu bi tasi'i tis'ata ashara. Shunaqa, bu ham shunaqa 9-chisini yonidan o'tdim degan ma'noda bo'ladi. Xo'p, shu bilan endi sonlarni ham tugatdik inshaalloh. Salomat bo'linglar.